Amerika prezidenti Joe Biden va Xitoy prezidenti Xi Jinpingning tunji qatim Ukraina vaziyatini muzokara qildi. Biden bilan Xi Jinpingning uchrashishi Rossiyaning Ukrainaga tajovuz qilishidagi halqiliq paytga to'g'ri keldi. Xi Jinping yig'inda to'qinishning hech kimning manfaatiga uyg'un emasligini aytgan bo'lsa-mu, Xitoy hozirga qadar Rossiyaning Ukrainadagi tajovuzchiligini ayblash yoki Moskvaga qaratilgan jazoga qatnashishdan o'zini qochirdi. Shundaqla Amerika amaldorlari Xitoyning Rossiyaga iqtisodiy yoki harbiy yordam berishni o'ylashayotganligini bildirdi. Kelar hafta o'tkazilmoqchi bo'lgan Yevropa Ittifoqi boshliqlar yig'inidan ilgari Italiya, Ispaniya, Portugaliya va Gretsiyaning bosh ministrlari yig'in o'tkazib, mazkur ittifoqning eng muhim masalasining energiya krizisi ekanligini ta'kidladi. O'rtaq pozitsiya tutgan Janubiy Yevropa davlatlarining rahbarlari Yevropa Ittifoqini energiya krizisini hal qilish uchun o'rtaq tadbir qo'llanishga chaqirdi. Rossiya prezidenti Vladimir Putin Moskvaning Lujiniki tarbiya sarayida Qrimning o'ziga qo'shilganligining 8 yilligini tabriklash faoliyatida so'z qildi. Putin Rossiyaning Ukrainadagi alohida harakatini maqtadi va uning maqsadining rus tilida so'zlashadigan yerlik xalqni atalmish irqiy qirg'inchilikdan qutuldirish ekanligini aytdi. Qirg'izistonning Bishkek shahrida yana bir Uyg'ur masjidi bino qilingan bo'lib, seshanba kuni rasmiy ochilish marosimi o'tkazildi. Mazkur masjid Qirg'izistonda yashayotgan Uyg'urlardan Tursunay Salimovning dadasi Abdus Hojin nomida saylangan bo'lib, ochilish marosimiga Qirg'izistonning har qaysi viloyat, shaharlaridan nurg'unlagan mehmonlar ishtirok qilgan. Ma'lum bo'lishicha, 2 qavatli saylangan masjidning ko'lami 750 kvadrat metr bo'lib, taxminan 1500 odam sig'adigan. Ochilish marosimiga Bishkek shaharlik hukumatning amaldorlari qatnashgandan sirt, Qirg'iziston diniy ishlar boshqarmasidan diniy zotlar ishtirok qilgan. Nuriga harbiy xarajatini ko'paytirib, Rossiya bilan chegaralangan rayondagi askarlarning maishiy va uskunalarini kuchaytirishni qaror qildi. Nuriga davlat mudofaa ministri Enoksen Shimoliy Atlantik Ahdi tashkilotiga a'zo Norvegiyaning bu yil 340 million dollar qo'shimcha xomjut bilan ta'minlab, Rossiya chegarasiga yaqin shimoliy rayondagi harbiy kuchini kuchaytirganligini e'lon qildi. Yaponiya hukumati Rossiyaning Ukrainaga qilgan hujumidan keyin hukumat amaldorlari va savdo dunyosiga qaratgan universal jazosini kuchaytirdi. Hukumat Rossiyaning muavin davlat mudofaa ministrlarini o'z ichiga olgan 15 kishining va boshqa 9 tashkilotning mol-mulklarining to'nglatilganligini e'lon qildi. 18 mart Çanakkale dengiz seferining 107 yilligida Turkiya Cumhur Reisi Recep Tayyip Erdoğan'ning ishtirokida 1915 Çanakkale ko'rigida qatnash boshlash marosimi o'tkazildi. Uzunligi 4608 metr keladigan 1915 Çanakkale ko'rigi bilan Osiyo va Yevropa qit'alari orasidagi o'tish vaqti 6 minutga tushdi. Marosimda so'z qilgan Erdo'g'an bu ko'rikning tarixiy ahamiyati borligini ta'kidlab, ko'rikning 318 metrlik po'lat munorlari Birinchi dunyo urushi eng qonliq jang bo'lgan Çanakkale dengiz safarini qo'lga kelgan 1915-yili 18 martga simvol qilindi. 2023 metrlik o'tir qismi Cumhuriyetning 100 yilligiga, 100 yillik armonlarimizga simvol qiladi dedi.